Bu oddiy film emas. Bu insonlarning eng og'ir sinovlaridan biri haqida. Hamma narsaga tayyor turishimiz kerak. Vaziyat o'ta jiddiy. Sarosimali vaziyat. Sanitar katalogga. Jahon Birgina virus butun insonlarni tiz cho'ktirdi. Ular bizni davolamoqchimi yo o'ldirmoqchimi? Hamma narsa o'zgardi. Opamga o'zingiz tuzliroq qararsiz. pandemiya bilan yuzma-yuz kelgan O'zbekiston Panika, izolyatsiya, vahima. Zangiota tumanida Ilm, kurash hamda najotkorlarga umid haqida. aylangan shifo. Agar sen pandemiya haqida nimalarni boshdan kechirganimizni unutgan bo'lsang, pandemiya filmini ko'r. U sening ichingdagi minnatdorchilik, sabr va umid tuyg'ularini uyg'otadi. Bu filmni ko'rganingdan so'ng oddiygina niqob ham sen uchun qahramonlik ramzidek ko'rinadi.